Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men Fatima Qoraqalpoqdan, Beruniydan kelganman, Beruniy tumanidan. Intensiv kursda sizga eng ma'qul kelgan qismi nima? Shu o'qituvchilarning javobgarlik bilan, mas'uliyat bilan ishlashlari. Asadbek ustoz haqlarida feedback bera olasizmi? Mukammal tushuntiradi darslarni oxirigacha tinmasdan. Ziyodullo ustoz haqlarida qanaqa feedback berasiz? Ziyodullo ustoz o'ta mas'uliyatli, qattiqqo'l, darslarni qoldirmasdan ko'proq praktika qilish kerak deb aytadilar. Bu kursni boshqalarga ham maslahat bergan bo'larmidingiz va nima uchun? Albatta, chunki men umuman noldan boshladim. Bu TOEFL, IBT haqida hech narsa bilmasdim. Ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ldim. Foydali, iloji bo'lsa onlayn qatnashsak ham yaxshi, offlayn qatnashsa ham mayli. Uydan onlayn qatnashsa ko'proq foydali deb o'ylayman. Tavsiya qilaman barchaga.